Sallaxonadan ne oldu bilasizmi? Sallaxona deydi. Qushxona deyilgan narsa. Eshitganmisiz bu narsa? Qassoblar girib, yani o malni so'yadigan yerni bizda endi Xorazmda sallaxona deydi-da, qushxona deb aytiladi. Bir qassob ajoyib hikoya bo'lmay yaqadi. Bir qassob shagirtlarga aytibdi, "Baringlar tuya ekkanglar" debdi. Tuyani olib kelibdilar, endi so'yish uchun. Kelib shu qushxonani oldina girajali mindiribmişlar-da. Tuya kichkina hayvon emas-da, uni ikkalam italagan bilan girmaydi, uni bir 3-4 odam tortgan bilan girmaydi. Shu italabdilar, tortibdilar. Tuya girmaymişdi. Neye? Qushxonaga girmaymişdan tuya. Qassob chiqibdidan shagirtlarına kimni olganingni taniysanmi debdi. Taniyman debdi. Ama mahalladagi palankasidan aldım. Bar akka shu egasini. Buni egasi girzib bermasa, bu tuyani girzib bo'lmaydi bu yerga. So'yish kerak qaqingni girzib baq. Egasini chaqirib kelibdilar. Egasi tuyani oldiga tushibdi-da. Ipini ushatdi-da. Shunda deb sallaxonaga ketdi, yani qushxonaga ketdi. Girgan ekan, izidan tuya ham ketdi-da. Bechora egasi kissasidan pulni chiqaribdi-da, qassobga beribdi-da, "Men tuyamni sotibman" debdi. "Ne uchun sotmaysiz axir? Nega sotmaysiz? Dogovor berdik. Gapirdik, bu bizlarga tuya qaqingni desa, "Yo'q, sotibman." Menga ishonib ushulacha girganni men bu yerda tashlab ketmayman. Degan ekanda, siz tushuntiribsiz Navjakimmi? Ya'ni bir inson ishonib yo'lga chiqdimi, u hech qachon tashlab ketilmaydi-da. Tushundingizmi? Bu Rossiya apart tashlab kelgayli, chet apart tashlab kelgayli, bir biznesga kirganda o'rtada tashlab ketgayli, umuman hayotdagi boshqa narsadan bir inson sana ishondimi, hech qachon tashlab ketmadi. Bu yerda bir chiroyli bir oladigan hikmat bor-da. Menga ishonib dedi shu qushxonagacha, ya'ni jonini fido qiladigan darajagacha girdimi shu tuya? Men tashlab ketibman deb tuyani pulni qaytib berib, qaytadan chiqib ketgan. Xulosa nima desa, sizga bo'lgan ishonchga xiyonat qilmang hech qachon. Tushundingizmi? Tushunarlimi?